Rahmat. Aka, bitta narsani aytaymi? Ha. Hoji bobom tandirlari 15 yildan beri mana Qashqadaryodan kelib Samarqandda no'mradin tandir qilardi. Shunaqa. Bu yerda 1 yildan beri davom etadi. Shunaqa. Bu tandirdan bitta o'zingizga solib ko'ring. Boya yedim. Yeyishdan qochmayman. Qarang. Eshon buvam meni tanimasdan turib, Ha. yeb bo'lgandan keyin siz qayerdadir ko'rganman dedilar. Bismillah. Gap yo'q. Endi baho bering. Baho bermasangiz bo'lmaydi. Bitta narsa aytaymi? Kamerani ushlab turgan Oybek ham gashtini biladi, medalion nimaligini bor. Mangalni qarang. Chaqir shukurlar. Qovurg'alarni qarang. Chirs deb turibdi. Lekin buni faqatgina Samarqandga kelgan odamlar steak house'dan topadi. Bu mazani boshqa joydan qidirib yurmanglar. Eshon buva, endi bunaqa mazali taomlarni manzildan etmasak bo'lmaydi. Samarqand xalqi bilishi kerak. Qarang. Bravo gazetasidan 400 metr o'tganingizdan keyin Samkoch avtozavod bor-ku, bilasizmi? O'shanga yetmasingizdan shunday o'ng qo'lda steak house'da hammani kutib qolamiz o'rtoqlar.